Sonchiroq Malibu 2 xohlaganlar uchun mana shu 2017-yil ishlab chiqarilgan Malibu 2 miz halollansa savdoga berilayotgan ekan. Akalar, mashinaning tan narxi 18,000 AQSh dollari akalar. Yigitda 4,000-5,000 atrofida pulingiz bo'lsa, 1 yildan 3 yilgacha halollansa qilib beramiz deyapti. Faqat Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga qilib beraman deyaptilar akalar. Ketdik bitta chiroyli obzor qilib beramiz akalar. Xo'p, yili 2017 akalar, faralari yaxshi holatda. Xo'p, 2.4 atmosferli motor akalar, bemalol 80 benzinli ham xudo xolasa yuradi. 4 ta balon yaxshilar taqilgan, tonirovkalari bor. Faqat tonirovkasini suroka o'tib qolibdi akalar. Obshipkalar yaxshi holatda, chexollari yaxshi holatda, poliklar yaxshi holatda. O'zini ham bunaqa rollari akalar. 70 yo 85 ming atrofida yurgan akalar, ko'rib turgan bo'lsangiz, mashina holati bomba akalar. Xudo xolasa, kelasiz, o'tirasiz, minasiz. Hech qanaqa ishi yo'q. Bitta mana shu orqa krelosida kraskasi bor ekan. Mashina to'laqonli benzinda yuradi akalar. Orqalarini ham bitta ko'rsatamiz mana akalar. Ko'ringlar. Like bosib qo'ying endi aka. Xo'p. Agar misol uchun 4,000-5,000 pulingiz bo'lmasa, yaxshi Sparkizmi, yaxshi Nexus 300 mi, yaxshi Gentrizmi bo'lsa, misol uchun kelib bemalol barter sifatida ham almashtirib, qolgan oylik to'lovni ham bemalol hisoblattirib olib ketsangiz bo'ladi akalar. Nima deysiz? Xullas, tegirgaran nomerdan qoldirdim. Aloqaga chiqinglar. Mashaqa yaxshi Malibu 2 qidirgan o'rtog'inglarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa akalar, joningiz sog' bo'lsin, o'zingizlar ehtiyot qilasizlar.